Jaloliddin Xorazmshoh Gruziyaga yurish qilib poytaxt Tbilisini egallaydi. Buning asosiy sabablaridan biri Gruziya davlatini musulmonlarga nisbatan shafqatsiz munosabatda bo'lib kelayotganligi edi. Ushbu bo'lib o'tgan voqealarni arman, rus, gruzin tarixchilari yolg'on aralashtirib, haligacha propaganda bilan o'z xalqini miyasini yuvib kelishadi. Jaloliddin Xorazmshohning shaxsiy kotibi Anna Savining haqqoniy yozganlari bilan rus, arman, gruzin tarixchilarni yolg'on ma'lumotlarni solishtiramiz. Gruzin manbalarida gruzin askarlari soni 87 ming askar bo'lgan deyiladi. Jaloliddinning askarlari esa 200 ming deyiladi. Annasaviy va arab tarixchilarining aytishicha, Xorazmshohning askarlari soni 60 ming bo'lgan. Gruzinlar esa 80 ming askar bo'lishgan. Gruzinlarning 20 ming askari zaxirada turgan. Gruzin manbalarida asir tushgan 100 ming odam qatl qilingan deyishadi. Bularning ichida askarlar, qariyalar, ayollar va bolalar, xristian ruhoniylari ham bo'lgan deyishadi. Annasaviyning aytishicha, faqat 10 ming askar o'ldirilgan. Ularga jangdan oldin tinchlik sulhi taklif etilgan. Chingiziylarga qarshi kurashish taklifi ilgari surilgan. Ammo gruzinlar sulton taklifini rad etgan va urush yo'lini tanlashgan. Bundan shunday xulosa kelib chiqadiki, har bir xalq o'z yurtiga bostirib kelgan shaxsni yomon ko'radi, uni zolim sifatida tarixga muhrlaydi. Kelib chiqishi gruzin bo'lgan Stalin ushbu yolg'on tarixga aldanib, Xorazmni xaritada chegaralarini juda kichraytirib tashlagan degan tasdig'ini topmagan ma'lumotlar odamlar orasida haligacha yuradi.